Uyimizni ko'rinishida mahallamiz ko'proq yoqdi. Uyimizga kirib kelish mahallamizni boshidan shunaqa 2 qavatli bahaybat uylar o'zi ham kutib olar ekan. Uyimiz sotilyapti. Yangi Hayot tumani Shokir Ariq ko'chasida joylashgan. Orientirimizda Sergeli 4-metro bekati bo'lyapti. Uyimiz 5 sotix 7 ta xonadan iborat. Uyimizning tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan, archalar ekilgan. Uyimiz ko'chani ko'rib turganingizdek, uglovoy va tarsovoy qismida joylashgan. Katta yo'ldan ham unchalik uzoq emas. Metroga 700 metr, Kazinkaga 100 metr, частный maktab bog'chalarga bo'lsa 50 metr masofani tashkil qiladi. Uglovoy qismda joylashganligi uchun uyimizni mana shu ko'cha tomondan ham darvoza ochilgan ekan. Bu yoq tomonda ham shunaqa chiroyli archalarni ko'rishingiz mumkin. Mahallamizda shunaqa tayyor asfalt qilingan. Atrofda bo'lsa maktab bog'cha, hozir aytib o'tganimdek, частный maktab bog'cha, supermarket, metro hamma sharoitlari bor. Hozir sizlar bilan birgalikda endi hovlimizni va xonalarimizni ko'ramiz. Hovlimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan. Hovlimizning ichigacha bemalol 5-6 ta mashina ham sig'adi, chunki uyimizning 2 ta darvoza xonasi bor, uglovoy va tarsovoy qismda joylashganligi uchun. Bu yerda ham darvoza xonamizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu yo'lning oxirigacha ham yana bemalol 3 ta mashina sig'adi. Binoyimizda bo'lsa, hovlimizda shunaqa G-образный bo'lib qurilgan, pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga ko'rganingizdek travertin ishlatilgan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa, shunaqa chiroyli qilib zeleniy zona qilingan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Bu yerda bo'lsa, tapchani ko'rishingiz mumkin. Yoz issiq kunlarda maza qilib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimizning narigi burchagida bo'lsa, gaz turbasi tayyor o'tgan ekan, bemalol yozgi oshxona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Uyimiz katta oila uchun mo'ljallangan. 2 ta oila ham maza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizning o'zini 2 ta podvali bor. Har bitta podvalimizda 2 tadan xonamiz bor. Mana shu eshikdan kirganimizda ham podvalimizda joylashgan. Bu podvalimizning ichida bitta katta xona va uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamizni ko'rishingiz mumkin. Kladovkamiz ham o'sha yerda joylashgan. Bu yoq tomondan tushganimizda bo'lsa, 2 ta katta xonalarimiz joylashgan. Bemalol bu podvallarimizni ham qanaqadir xona qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Hovlimizni bu yoq burchagida bo'lsa, hovlimiz uchun sanujellarimizni ko'rishingiz mumkin. Sanujellarimizning ichigacha ham shunaqa radiator o'rnatilgan ekan. Bu yerda ham sanujelimiz joylashgan. Hozir sizlar bilan endi birgalikda birma-bir xonalarimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda oshxonamizda joylashgan, bu yoq tomonda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu xonamizning o'zida oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan shunaqa xona qilingan ekan. Uyimizning hamma mebel va texnikalari qoladi, faqat kiyim-kechaklarni, idish-tovoqlarni joy egalari olib chiqib ketishar ekan, qolgan hamma narsa qoldiriladi. Bu yerda ham shunaqa sifatli radiatorlarni ko'rishingiz mumkin. Uyimizni isitish uchun o'zi faqat radiatorlar o'rnatilgan ekan. Hovlimizga shunaqa chiroyli qilib bruschatka qilingan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizdagi binoyimizda bu yerda taxminan 4 ta xona bor. Hozir bu binoyimizga kirishdan oldin masalaga darvoza xonamizning tepasidagi xonalarimizni va mana shu joyimizdagi bitta zalimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda bo'lsa bitta katta zalimizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamiz uyimizning eng uglovoy qismi bo'lganligi uchun to'g'rimizdagi derazamiz ham, chap tomondagi derazalarimiz ham ko'chaga qaragan. Uyimizda ko'rib turganingizdek chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboylar yopishtirilgan. Uyimizning pol qismiga bo'lsa chiroyli qilib laminat, sanujellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan ekan. Aynan mana shu xonamizda bo'lsa sanujel uchun mo'ljallangan, faqat ozgincha ishi bor ekan. Bu zinamiz orqali darvoza xonamizning tepasidagi bolxonaga chiqsa bo'ladi. Bu joyi o'zi bolxona ham deb bo'lmaydi. Bitta zal qilib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Joy egalari hozircha mana shunaqa ortiqcha narsalarni olib chiqib qo'yishgan ekan.
bitta zal yoki bemalol spalnya qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda uyimizga kirishimiz bilan chap tomonga tushgan binoyimizni xonalarini ko'rib chiqamiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yoqda holimiz joylashgan, oila davrasida повседневный dam olib o'tiradigan shunaqa joy qilib qo'yilgan ekan. Hamma xonalarimizga faqat mana shu holimiz orqali kiriladi. Uyimizda tayyor shunaqa gilamlar, televizorlar, lyustralar va shunaqa mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, bu yoqda родительская spalnyamiz joylashgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor holatda. Bu binoyimizni ham o'zini bu yoqda alohida sanuzeli bor. Bu yoqda ham bitta spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizni ro'parasida ham xuddi shunaqa spalnyamizni o'lchamidagi xonamizda joylashgan. Uyimizni ko'rdinglar, hamma mebel texnikalari, hamma sharoitlari qoladi. Joy egalari bu uyimizni 365 ming dollar deyishyapti. Yana azgincha kelishadigan joyi bor ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Uyimizga yoqqan bo'lsa like bosinglar. Shunaqa dang'illama hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.